1 soatga 1 tonna beradigan suv filtrimizni Jizzax viloyati Zarbdor tumaniga akamni moykalariga qo'yib berdik. Suv berishlari zo'r. Jizzaxda biza klientlarimizni xursand qilib suv filtrlarini o'rnatib berdik. Mana bu taniganlar, bilganlar mana shu moyka Davlat akaning moykasi bo'ladi. Bu moykaga sammoyka variantiga podgotovka tayyorlov bosqichini ham qo'shib berganmiz. Ikkita tayyorlov, ko'mir, katanit bosqichini ham zakaz bilan joylariga mos qilib, zbor qilib yig'ilgan. Mana shu joyga oraliqqa mos qilib yig'ilgan filtr bo'ladi. 1 soatga 1 tonna berish kerak, 1 tonnadan ham ko'p beryapti. Adhok suvimiz sifrlari, filtrni ishlash holati juda zo'r. Kimga shunaqa suv filtrlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin.